Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan ichimlik suvidan oqilona foydalanish, suvni tejash hamda suvga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga qaratilgan navbatdagi targ'ibot, tashviqot ishlari Navoiy shahridagi 19-sonli umumta'lim maktabida o'tkazildi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida muntazam o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlarda suv tiriklikning asosi, hayotning eng bebaho ne'mati ekanligi yoshlar ongiga singdirilmoqda. Aytish joizki, bugungi kunda suv resurslarini asrash va ulardan oqilona foydalanish butun insoniyat oldidagi eng muhim ekologik vazifalardan biriga aylangan. Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xodimlari tashabbusi bilan Navoiy shahridagi 19-sonli umumta'lim maktabida suv hayot manbai mavzusida o'tkazilgan rasmlar tanlovi hamda mavzuga oid ochiq darsda o'quvchilarga suvning hayotdagi o'rni, uni tejash usullari va isrofgarchilikning salbiy oqibatlari to'g'risida ma'lumot berildi. Suvni asrash, tabiatimizni muhofaza qilish biz yoshlarning qo'lida. Ayniqsa, 1-sinf o'quvchilari bu jarayonga juda faol qatnashdi. Turli xil rasmlar tanlovlari, ochiq darslar, sahna ko'rinishlari va dialog tarzida o'tilgan suhbatlar ham o'quvchilarni o'ziga jalb qildi. Suv inson uchun zarur bo'lgan manba hisoblanadi. Suv biz uchun juda ham zarur bo'lgan ne'mat ekanligini bilamiz. O'quvchilarda bu juda ham ajoyib, o'ziga xos bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirdi deb o'ylayman. Global iqlim o'zgarishi, aholining ortib borishi hamda suvdan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga kelayotgan tanqislik har birimizdan ongli yondashuv va shaxsiy mas'uliyatni talab etmoqda. Zero suvni tejash bu faqat iqtisodiy foyda emas, balki tabiat, jamiyat va kelajak avlodlar oldidagi insoniy burchimizdir. Buni qalbdan his etgan jajji o'quvchi yoshlar suvni asrash va uni isrof qilmaslikni she'riy misralarda izhor etishdi. Tomchi, kichkina bir tomchi suv tog'dan tushar shovqinlab, birga qo'shilganda daryo bo'lar to'lqinlab. Mayda tomchi qadri katta, hayot unga lozimdir. Suvni asra har bir kunda, bu barchamizga lozimdir. Suv bizlarga kerakli narsa, suvni bizlar asrashimiz kerak. O'quvchi yoshlar ishtirokida o'tkazilgan bunday tadbirlar yosh avlod ongida suvni qadrlash, tabiatga e'tibor bilan munosabatda bo'lish va kelajak uchun suv resurslarini asrab avaylash ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.